O'sha kunlarning musibatidan so'ng alhol quyosh tutilib, oy xiralanadi. Yulduzlar osmondan tushib, samoviy kuchlar larzaga keladi. O'shanda inson o'g'lining alomati osmonda namoyon bo'ladi. Yer yuzidagi barcha qabilalar uvvos tortib yig'laydilar. Inson o'g'li osmon bulutlari uzra buyuk qudrat va shon shuhrat ila kelayotganini ko'radilar. U mahobatli karnay tutgan farishtalarni yuboradi. Ular esa uning tanlagan kishilarini osmonning bir burchidan boshqa burchigacha 4 tomondan to'plab keladilar. Ota qanday qilib o'liklarni tiriltirib, ularga hayot baxsh etsa, o'g'il ham kimni istasa o'shanga hayot baxsh etadi. Shuningdek, ota hech kimni hukm qilmaydi, balki hukm qilish huquqini butunlay o'g'liga bergan. Toki hamma otani qanday hurmat qilsa, o'g'lini ham shunday hurmat qilsinlar. Kim o'g'lini hurmat qilmasa, uni yuborgan otani ham hurmat qilmagan bo'ladi. Sizlarga rostini aytay. Mening so'zlarimni tinglagan va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga ega bo'ladi. U o'limdan hayotga o'tgani uchun hukm qilinmaydi. Sizlarga rostini aytay. O'liklar Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi va kelib qoldi ham. Uning ovozini eshitganlar esa tirilib ketadilar. Chunki otaning o'zi hayot manbai bo'lgani kabi o'g'liga ham hayot manbai bo'lishni ato qilgan. Ota hukm qilish vakolatini ham o'g'liga bergan. Chunki u inson o'g'lidir. Bunga taajjublanmangiz. Qabrda yotgan marhumlarning hammasi Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Shunda o'liklar qabrdan chiqadilar. Yaxshilik qilganlar yashash uchun, yomonlik qilganlar esa hukm qilinish uchun tiriladilar. Keyin buyuk bir oq taxt va taxtda o'tirgan Simoni ko'rdim. Uning huzuridan yer va osmon qochar edi, lekin ularga joy topilmadi. Men Xudo taxti oldida turgan katta kichik o'liklarni ko'rdim. Kitoblar ochildi. Hayot kitobi degan boshqa bir kitob ham ochildi. O'liklarning har biri kitoblarda yozilgani bo'yicha qilmishlariga yarasha hukm etildi. Dengiz o'zidagi o'liklarni berdi. O'lim ham, qamoq ham o'zlaridagi o'liklarni berdi. Har bir kishi qilmishlariga yarasha hukm etildi. Agar oyog'ing seni yo'ldan ozdirsa, uni chopib tashla. Ikki oyog'ing bilan so'nmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra, cho'loq bo'lib abadiy hayotga erishganing yaxshiroqdir. Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har turli ta'magirlikdan saqlanglar. Zero inson umri uning mol-mulki ko'pligiga bog'liq emas.
do'zaxlarning qurti ham o'lmas, o'ti ham so'nmas. Agar ko'zing seni yo'ldan ozdirsa, uni o'yib tashla. Ikki ko'zing bilan o'tli do'zaxga tashlangandan ko'ra, bir ko'z bilan Xudoning shohligiga kirganing yaxshiroqdir. Do'zaxlarning qurti ham o'lmas, o'ti ham so'nmas. Agar qo'ling seni yo'ldan ozdirsa, uni chopib tashla. Ikki qo'ling bilan so'nmas do'zax o'tiga yo'liqqaningdan ko'ra, mayib bo'lib, abadiy hayotga erishganing yaxshiroqdir. Do'zaxlarning qurti ham o'lmas, o'ti ham so'nmas. Hamma ham o'tda poklanadi. Har bir qurbonlik tuzga bo'lanadi. Tuz yaxshi narsa. Lekin tuz o'z sho'rligini yo'qotsa, uni yana nima bilan sho'r qilasizlar? O'lim va tamuh olov ko'liga tashlandi. Mana bu olov ko'li ikkinchi o'limdir. Ismlari hayot kitobida yozilmaganlarning hammasi olov ko'liga tashlandi. Ammo qo'rqoq, iymonsiz, nopok, qotil, zinokor, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir. Do'zaxlarning qurti ham o'lmas, o'ti ham so'nmas. Men Xudo taxti oldida turgan katta kichik o'liklarni ko'rdim. Kitoblar ochildi. Hayot kitobi degan boshqa bir kitob ham ochildi. O'liklarning har biri kitoblarda yozilgani bo'yicha qilmishlariga yarasha hukm etildi.
men Yuhanna tabarruk shahar Quddusni ko'rdim. U kuyovi oldiga bezanib chiqayotgan kelin kabi osmondan, Xudo huzuridan tushayotgan edi. Shahar Xudoning ulug'vor jamoli bilan balqir, uning sayqali qimmatbaho tosh, billur, olmosga o'xshar edi. Shahar to'rtburchak shaklda joylashgan. Uning bo'yi eni bilan teng edi. Devorlar olmosdan, shahar esa shishaday tiniq, sof oltindan qurilgan edi. Darvozalarda ismlar Bani Isroilning 12 qabilasi nomlari yozilgan edi. Shahar devorlarining 12 poydevori bo'lib, ularda qo'zining 12 havorisi nomlari yozib qo'yilgan edi. Lekin hech qanday murdor narsa, hech bir razil yoki yolg'onchi kishi unga kirmaydi. Faqat qo'zining hayot kitobida yozilganlar kiradi. Shaharni yoritish uchun quyoshga yoki oyga ehtiyoj ham yo'q. Chunki Xudoning ulug'vor jamoli uni yoritadi. Shahar darvozalari kun bo'yi ochiq turadi, sira yopilmaydi. Chunki u yerda tun bo'lmaydi. Farishta menga Xudoning va qo'zining taxtidan chiqib, shahar ko'chasi bo'ylab oqayotgan billurday tiniq obi hayot daryosini ko'rsatdi. Qutulgan xalqlar shaharning nurida yurishadi. Yer yuzi podshohlari unga o'z shon shuhratlarini keltiradilar. Daryoning u yog'ida ham, bu yog'ida ham har oyda bir, ya'ni yilda 12 marta hosil beradigan hayot daraxti bor edi. Bu daraxtning barglari xalqlarga shifo baxsh etadi. Mana, men tez kelaman. Qarimtam o'zim bilan. Har kimga qilmishiga yarasha sazo bergumdir. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Shuningdek, Masih ham ko'plarning gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun bir marta qurbon bo'ldi. Lekin u ikkinchi marta dunyoga kelganda yana gunohlarni yuvish uchun emas, balki uni kutayotganlarga najot keltirish uchun osmondan tushib keladi.